Assalomu alaykum do'stlar. 2026-yil 27-avgust sanasida mana pistalar xudo xolasa pishib yetildi. Mana bittasini mag'izi bilan oldik. Mana bunisi mana po'chaqadan ajrab bunday bo'lib mana birov yormas ekan. O'zi pishganda mana shu holatda yoriladi. Eronni akbariy sorti mana. Mazasini bitta yeb ko'ramiz. Buni albatta olib xalqimiz dasturxonlarga tortiq qilyapmiz. Buni olgandan keyin tayyor qilib turib nima qilib qo'g'irib xudo xolasa bular olib chiqiladi bozorlarga. Pullar zo'r pullardan sotilyapti. Bular 8 yasharlik pista ko'chatlarimiz mana. Mana tayyor mana shu qanaqa joyga eksa bo'ladi deganlarga mana onor bo'lib turibdi. Onorning ichida suv oqayotganini ko'rsatib qo'yman suvni. Tepasini ham olib keldim. Tepasida qanaqa mevasi bor deganlarga mana tepasida mevalar munqari osilib qilib turibdi. Albatta 7 yilda 5 kilo 10 kilogacha xudo xolasa meva olasizlar. 10 yoshga to'lganda buni 10 yoshga to'lganda 35 kilo 30 kilogacha meva olasizlar. Ichida albatta erkak urg'ochisi bo'ladi, erkak chaynatuvchisi bilan ekish kerak bo'ladi mana. Mana pistalarimiz chizig'ini ko'rib olinglar yaxshilab mana. Ustida po'sti o'zi archilib ketar ekan, rosa yetilganda mana. Qarang. Allohning bergan bir ne'mati bu ham biz qo'limiz bilan bunaqa chiziqdaqa yoriq qilib butun qilib chiqarib beramiz buni. Mana. O'z-o'zidan bular yoriladi. Albatta bular tog' zonalarida bo'lardi. Asosan biz ham mahalliylashtirib mana shunaqa 8 sotik 10 sotik joylarga ekib mana qilingan. O'zimizni Farg'ona bilan Quva tumanida Begat zonasida bo'lyapti shu. Ishonmaganlar kelasizlar, ustida ko'rsatamiz mevasini mana. Like bosib obuna bo'lib qo'yamiz. Pista ko'chatlarga aloqaga chiqaverasizlar mana. Bu tomonlari ham mana bularning ikkovi erkagi, qolgani mana urg'ochisi mana meva qilgan. Urg'ochilar 7 yashar bular mana meva qilgan mana. Yorilib turibdi, ichini qaranglar. Mana haqiqiy mana pista qo'limda turibdi mana. Bunisi mevasi. Mana ichidagi mevasi bu danegi. Bu ustidagi po'stlari mana. Mana ko'rib olinglar. Mana do'stlar YouTube'da bizni kuzatib borayotgan obunachilar. Mana mevasi hamda mana po'stlari. O'zi archiladi, o'zi yoriladi mana. Chizig'ini ko'rdinglarmi? Juda ham yetilib chiroyli bo'lgan. Suvsiz, suvli joylarga ham bo'laveradi. Suvsiz joylarga albatta 15 kun, 20 kun, uzog'i bilan 25 kunda suv qo'yib turish kerak. Bu joylarda sababi suvli joylari tez katta bo'ladi, tez rivojlanib ketadi. Suvsiz joylarda o'sadi, lekin bu darajada siz aytgan darajada katta bo'lib ketmaydi. Shoxlari sal sekinroq o'sadi. Meva soladi, solish kerak, lekin bu darajada nima siz baytda nam holati ko'proq bo'ladi bu yerlarda. Tayda suvlar oqib turibdi mana. Mevalarning hosillarini ko'ringlar. O'ta ham yirik holatda Eronda akbariy sort. Ko'rsatlarga nomerlar qoldiramiz. Qo'y dehqonga obuna bo'lib, like bosib qo'yamiz mana. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Like bosamiz mana. Birinchi etapi, ikkinchi etapi, bu mag'izi mana 3-etapi. Like bosib obuna bo'lamiz, sog' bo'lasizlar. Shoshilib qolamiz, ko'chatlar oz qolgan.